alaykum aziz obunachilarimiz. 20-avgust sanasida biz tabriklarimizni Katamiy mahallasida davom etmoqdamiz. Ayni daqiqalarda Saboqatxon onajonimizni xonadonlarida albatta ularning farzandlari tomonidan chiroyli qilib xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Albatta musofir tabrigini bugun onajonimizga taqdim chiqamiz. Musofirda yurgan Odilbek akamiz tomonidan bugun Saboqatxon onajonimiz uchun eng chiroyli daqiqalar. Bizni kuzatib boringlar yagona tabrik aka. Biram güzel chiroyli mening onam, jannatdagi rayhonima gulil olam. Deydi joning omon bo'lsin jonim bolam, betob bo'lmang yaratganga yetsin nolam. Onam, onam, jonim onam, jannatdagi rayhonima gulil olam. Onam, onam, bolim onam. Siz olsangiz onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan insonni muhabbati yolg'on bo'lar ekan. Onajon, siz aytib bo'lmas. İnsanlarni barchasi oddiy suv. Siz qalbimning zamzami, jannatim suvzorijon, Saboqatxon onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Muhammad farzandlar sho'rlik o'rtasida onajon, dadamiz sizga muntazir. Ko'zlarimga kenguga o'xshaydi onam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab o'tirsam-da kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Baxtim ko'rayim deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Hammadan onam chiroyli. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli tabriklarni bugun musobaqada bo'lib, Odilbek akamiz tomonidan qo'yilgan marhamat. Tabriklar onajonimiz, otajonimiz uchun chiroyli sovg'alar bilan tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ko'zlari yo'limda yozib ishlari, mening kelishimni zor ishlari. Tabassum qilganda marjon tishlari, aslida hammadan onam chiroyli. Meni suyolmaydi onamday hech kim, menga kuyolmaydi onamday hech kim. Meni qo'yolmaydi onamday hech kim, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, aslida hammadan onam chiroyli. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar bo'lsin onajonimiz uchun bayramlar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Saboqat ona Zoirata bugungi tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Shukronalik kunlar muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga bostirib kelaverdik, mehmon qabul qilasizlar. Endi bugun Saboqatxon onajonimizda chiroyli tug'ilgan kunlarni tabriklash uchun albatta tashrif buyurganmiz. Bugun albatta birinchi navbatda farzandlarni undirib, o'stirib, bugungi ularni rohati ko'rtirgan dilbandlaringiz Odilbek akamiz, Farruh akamiz, Vohid akamiz, Zohid akamiz hamda kelinlaringiz, nabiralaringiz tomonidan bugungi bayramlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi navbatda bizning agentligimiz tomonidan qalbimizdagi samimiy tilaklarni, ezgu niyatlarni bugun siz uchun tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ona shu o'rinda bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Necha yoshni qarshi oldingiz? 64 yosh. Qarsaklar bo'lsin onajonimiz uchun tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Inshaalloh bundan-da ko'p yoshlarni ko'ring. Mana shunday bugun onamizni tug'ilgan kunlari. Lekin sentyabr oyida dadamizni ham tug'ilgan kunlari kelyapti.
Dadam bilan onamni birgalikda xursand qilaylik. Birgalikda ko'ngillarni ko'taraylik. Zero biz dadajonimiz bilan onajonimiz biz farzandni birgalikda o'ndirib, o'stirib, voyaga yetkazib, o'zlari yemay yedirib, o'zlari kiymay kiydirib, eng yaxshi narsalarni, eng go'zal narsalarni bizga muhayyo aylagan mana shu insonlar bo'ladilar. Rahmat ko'rmasinlar. Biz farzandlarni har doim baxtimizni Allohim mana shunday chiroyli qilib duo qilib so'raydilar. Har doim onajonimiz bilan otajonimiz ham baxtimizga sog' bo'lsinlar. Deya bugun farzandlaringiz chiroyli niyatlar qilib albatta Saboqat ona, Zoirata xursandmisizlar? Albatta xursand bo'lsangiz, bag'oyatda xursandmiz. Bugun sizlarni qalbimizga taskinlik berguvchi eng aziz kitobimiz Qur'oni Karim kitoblarini. Qolaversa dunyodagi eng chiroyli guldastalarimiz mana shu onajonimiz cho'tirgan chiroyli guldastalarni bugun farzandlaringiz tomonidan taqdim etib qo'ydik. Albatta mana shu farzandlaringizni rohatda ko'rib yuring. Inshaalloh musofirda yurgan o'g'lingizni ham Allohimni o'zi asrab, xonadonlaringizga, uylaringizga sog' salomatlikda kelib, mana shu xonadonlarda yaxshi to'ylar qilish nasibi bo'lsin. Zoiratamga qarab yuzlanmoqchiman. Zoirata mikrofonlarni havola etaman. Farzandlaringiz chiroyli duo qilib Saboqat onani qabul qilaman. Oğlan girse evine değil. Ama şu aşırıya böyle kalbiyemiş. Bize girgirse Allah rehmanması sağ selamet olsun. İlleyen, navreleyen. Rahmat şimdi. Rahmat, har safar bo'lsa samimiyatlariga bitta tug'ilgan kunlar muborak. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Avvalambor bizani xonadonimizga yo'qlab kelganlaringiz uchun katta rahmat. Ishlaringizni hamisha rivojini bersin. Mana bugun 64 yoshga tavallud topgan kunim. Xudoga shukr, farzandlarim hammaginasi qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Hammasi baxtli, saodatli farzandlarini yaxshi kunlarga bosh bo'lib yursin. Uzoqda yurganlarni hammani asrasin. Shuning qatorida meni Odiljonimni ham Xudo o'z panohida asrasin. Balaginam yaxshi ishlab kelib, yangi uyida nasib bo'lsa to'ylab qilaylik. Shularni hamisha hammalaringiz yaxshi kunlarga kelinglar. Balalarim hammaginasi qo'shgani bilan qo'sha qarsin hammasi. Farzandlarini yaxshi kunlarga bosh bo'lib yursin. Dunyo turguncha tursin. Navaraginalarim ham mehrli, oqibatli, yaxshi ota-onasiga xizmat qilib, hurmatini joyiga qo'yib, qarigan chog'ida ota-onaga suyanchiq bo'lib, aqlli farzandlar bo'lib yetishsa bilaram. Farzand bu otaning baxti quvonchi. Farzand bu onaning ko'rki jamoli. Farzand bilan yaralgandir bu dunyo. U dilga quvvatdir, u ko'zga ziyo. Salom bo'lsin buta. Keling, tug'ilgan kundan o'zini hammalarni bir chiroyli davrasiga taklif etamiz. Otajonim bilan birgalikda farzandlar bilan birgalikda o'ynab berasizlar. Maylimi? Qaringiz kechagi kunsiz ertaga qaytmaydi. Xushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, ko'piga chalayman. Siz uchun bugun sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, onamday jingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda.
so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani. O'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani. Oh bu kabutar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli. Oh bu kabutar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli. Malikamga berkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, voy opalar, bo'lmang sira xafalar. Malikamga berkalar, sizlarni bek akalar. Bir akenge beşire. Ha aytasa. Sabahına tabriklamaymiz. Sabahına tabriklamaymiz. Otalar vaqtimga sog' bo'l. Onajon bor mening. Bobojonim bor mening. Hamma birizdan. O'sha qarashda Xush jahonim siz. Bobomiz oppoq dada, buvimiz uy farishta. Ular duosi bilan mashhur uy farishta. Sizlar navbatda, nolimizda hayotda. Sizlar gapirmaysizlar. Meni tezlar. Uzoqda bu jonim sog' bo'ling. Bola ko'zimni qarasi deb. Bolamning bolasi deb. Ko'zimni qarasi deb. Ular doim hamma men o'zimni jonim. Bu jonim sog' bo'ling. Bu jonim sog' bo'ling. Kezib yurmadik birga.
eslasak arzirli xush damimiz bor. Sönmüştü pergelem, pervanem simsana başımda mıdam. Kadringe yetmeyin kelgenim alem. Kadringe yetmeyin bizni birovlardan nekamimiz bor. Ey çifti halolim ne g'amimiz bor. Gerçi bog'lar kezib yurmadik birga, eslasak arzirli. Ana shu yaxshi kunlarimizga sherik bo'lgan ukalarimiz, videochilar, Durdona sizlarga katta rahmat. Shuncha vaqtdan ayamaga kelganinglar. Bugun ayamizni hayajonli tug'ilgan kun ekan, uni so'rashga kelibdi. Vaqtimiz har doim sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Demakki, yaxshi niyat bo'lsa ko'ngillarida hammasiga erishilsin. Shu aka-ukamiz hammasida nomidan qisqacha bizning tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat bolajon. Sog' bo'linglar sizlar ham. Umidlaring uzoq bo'lsin, hammalaring qo'shnilaring. Assalomu alaykum hammalaringizga, xush kelibsizlar. Bugun ayajonimizda tug'ilgan kunlari ekan. Chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga kiring, uzoq umr ko'ring. Baxtimizga har doim sog' salomat bo'lib, hammamizga bosh bo'lib yuringiz. Tug'ilgan kunlaringiz bilan rahmat. Tabriklaymiz. Yuzing kiring, baxtimizga sog' bo'ling. Dunyodagi hamma yaxshi niyatlarni sizlarga tilaymiz. Baxtimizga qadrli ko'plaringizdan baxtimizga sog' bo'linglar. Dunyoda ko'chinglar. Baxtimizga yonimizda o'tkazib bo'ling. Og'rimizda ham, yaxshi kunimizda ham bir umr. Bizlarni bilmay yoshlikda qo'yib qo'ygan yomon gapirib qo'ygan gaplarimiz, zararlarimiz bo'lsa kechirasizlar. Kechirdik. Ko'ngli juda bo'sh shu balamni, yig'lab ham boradi agar. Toza boshqacha qarang. Yaxshi o'tganini tug'ilgan kunlarni baxtimizga sog' bo'linglar. Rahmat, ruhim mana shu akamiz ham sog' bo'lsalar, lobon sog' salomatlik kesidan endi zo'riyat qilsanmisiz? Bugun seni ozgina bo'lsa ham xursand qilib, ko'ngillaringizni ko'taradigan bo'lsak, farzandlaringizning ajoyib qadrlarini dillarga yaxshi niyat yetkazib, mana shu faizli xonadoningizga o'zimizda ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kun shukuhimizni sadoyilgan bo'lsak, yegonam tug'ilgandagi bag'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kipriklarimiz ko'zlarimizdan qanday asrasa, Alloh ham sizlardan shunday asrasin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu qarsaklar hammalaringiz uchun bayramlaringiz bo'ling. Biz ham endi yuzlaringiz tabassum bilan qarab turasizlar, rasmga olib qo'yadilar.